Assalomu alaykum. O'tib borayotgan haftaning muhim voqea va hodisalar sharhi bilan haftalik dayjest ko'rsatuvi yana efirda. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Islamofobiya holatlariga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi deb hisoblayman. Many of them killed. Don't. G'azoda uzoq kutilgan tinchlik o'rnatilar ekan, tinch aholi yana erkin nafas ola boshladi. Bosqinchi Isroil qo'shinlari G'azoning yarmidan o'z qo'shinlarini olib chiqar ekan, ular ortidan qolgan zararlar ko'lami ham yuzaga chiqib bormoqda. Mintaqadagi tinchlikning qancha muddat davom etishini aslida hech kim ayta olmasa-da, anklavni qayta qurish masalasi kun tartibidagi muhim mavzulardan biriga aylandi. G'azoda tinchlik o'rnatilar ekan, mintaqaga yordam yuklari ham kirib kela boshladi. O't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishilgan birinchi kunning o'zida G'azoda Qizil Yarimoy jamiyatining yordam yuklari bilan to'ldirilgan 400 yuk mashinasi kirib keldi. Shuningdek, kelishuv asosida har ikki tomon ham asirlar almashinuvini amalga oshirdi. Dastlab Hamas 20 nafar yahudiy asirlarni Qizil Xoch tashkilotiga topshirgach, Isroil 2000 ga yaqin falastinlik mahbuslarni ozod qildi. Afsuski, ozod qilinganlar orasida Hamas birinchilardan so'ragan o'z yetakchilari Marvan Barg'uti, Ahmad Saadat, Ibrohim Hamad, Hasan Salama, Abdulla Barg'uti, Kamol Advan kasalxonasi bosh shifokori Husam Abu Safiya kabi shaxslar yo'q. Isroil ularni o'z xavfsizligi nuqtai nazaridan ozod qilishni qat'iy rad etgani aytildi. Shunga qaramay, umrining salmoqli qismini Isroil zindonlarida qiynoq va tahqirlar bilan o'tkazgan ko'plab falastinliklar uzoq ayriliqlardan keyin yana o'z yaqinlari bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'ldilar. Asirlar almashinuvining ikkinchi qismida har ikki tomondan halok bo'lganlarning jasadlari ham topshirildi. Jumladan Hamas 28 nafar isroillik asirlar jasadlarini topshirgan bo'lsa, o'z navbatida Isroil 45 nafar falastinliklar jasadlarini Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga topshirdi. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, jasadlarda qiynoqlar, jarohatlar va qatl qilish belgilari bo'lgan. Ko'pchilikning qo'llari va ko'zlari bog'langan. Bu qotillikdan oldin shafqatsiz qonunbuzarliklardan dalolat beradi. Hamas talab qilgan Yahyo Sinvar hamda uning o'g'li Muhammad Sinvarning jasadlarini esa Isroil qaytarishni rad etdi. Asirlar almashinuvi amalga oshirilgach, G'azoda qilinishi kerak bo'lgan ustuvor vazifalar bu avvalo tinch aholi uchun gumanitar yordamlar oqimini ko'paytirish, ularga tibbiy yordam ko'rsatish sifati va ko'lamini kengaytirish, shuningdek G'azoni qayta tiklash masalalaridir. BMTning ma'lumotlariga ko'ra, G'azo shahridagi binolarning taxminan 83% shikastlangan. 17734 ta inshoot butunlay vayron bo'lgan. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, rekonstruksiya taxminan $50 milliard tushadi va 10 yil davom etadi. Qayta qurish bo'yicha shartnomalar borasida global raqobat allaqachon boshlangan. Turkiya, AQSh, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Britaniya va Misrning yirik kompaniyalari bu masalada o'z takliflarini bergan. Times gazetasi Turk va Amerika firmalarining bu keng ko'lamli jarayonda ishtirok etish uchun birinchi bo'lib loyihalarini taqdim etganini yozmoqda. Ammo G'azoda qayta qurish ishlari boshlanishidan avval AQSh qo'ygan shartlariga ko'ra Hamas qurollari topshirishi lozim. AQSh prezidenti Donald Trump chorshanba kuni agar Hamas yaqinda imzolangan sulh bitimining bir qismini bajarmasa, Isroil armiyasiga G'azodagi janglarni davom ettirishni aytishi mumkin ekanligini ta'kidladi. Bu borada Hamasga bosim o'tkazishga intilayotgan AQShning yaqin sharqdagi hamtovoqlari Saudiya Arabistoni, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari Hamas qurollarini tashlamasa, G'azoni qayta qurishga yordam bermasliklari haqida allaqachon ogohlantirish berdi. O'z navbatida Hamas mintaqa saylov asosida falastinliklar boshqaruvga o'tgandagina qurol tashlashi mumkinligini ta'kidlagan. Bu masala G'azo taqdirini belgilovchi nuqta bo'ladimi? Sektorda tinchlikni saqlash uzoq davom etadimi? Bu haqda hozircha bir narsa deyish qiyin. Netanyahu hukumatining asosiy qismini tashkil etuvchi radikal sionistlarning oxirgi falastinlik qolguncha urushni davom ettirish tashabbuslari hali ham so'nmagan ekan, G'azoda istalgan vaqtda qirg'inlar yana avj olish xavfi yuqoriligicha qolaveradi. G'azoda o't ochishni to'xtatishga erishilganiga qaramay, dunyo bo'ylab Isroilga qarshi noroziliklar davom etmoqda. Ayniqsa bir qator Yevropa davlatlaridagi namoyishlar xavfsizlik kuchlari bilan jiddiy to'qnashuvlarga aylanib ketmoqda. Jahon chempionatiga saralash o'yinlari doirasida Italiyaga tashrif buyurgan Isroil terma jamoasi bir qator qiyinchiliklarga uchradi.
Yuzlab italiyalik futbol muxlislari Isroil terma jamoasining xalqaro musobaqalarga qo'yilishiga qarshi norozilik uyushtirdilar. Jiddiy to'qnashuvlarga aylanib ketgan namoyish politsiya tomonidan tarqatildi. Isroil jamoasi joylashgan mehmonxonaga snayperlar joylashtirildi. Norozilik namoyishlari Ispaniyaning bir qator shaharlarida ham jiddiy tus olmoqda. Madrid, Barselona, Valensiya va Sevillani qamrab olgan mitinglarda minglab odamlar Falastin xalqiga birdamlik ko'rsatish uchun ommaviy norozilik aksiyalarida qatnashdi. Jumladan Barselonadagi namoyishchilar Starbucks va McDonald's do'konlarini Isroil genotsidini qo'llab-quvvatlaganlikda ayblab, G'azo va Falastin bilan birdamlik shiorlari bilan kirishlarini to'sib qo'ydi. Ayrim shoxobchalar esa namoyishchilar hujumidan jiddiy zarar ko'rdi. Yevropa mamlakatlarida Isroilga qarshi noroziliklar avj olar ekan, bag'rikeng yurtimiz esa yahudiylarni o'z bag'riga olishda davom etmoqda. Bu ham yetmaganidek Samarqandda yangi sinagoga qurilishi boshlandi. Yahudiylar ibodatxonasining qurilishiga start berish uchun shaxsan asli samarqandlik bo'lgan olmos magnati Lev Levayev kelgan. U 15 yoshga to'lganida oilasi bilan O'zbekistondan Isroilga ko'chib ketgan. Keyinchalik faoliyatini Londonda davom ettirgan. Levayevning Isroilga ko'chib ketishiga o'sha vaqtda Toshkent shahar prokurori lavozimida ishlagan Alisher Usmonovning otasi Burxon Usmonov yaqindan yordam bergani aytiladi. Mutasaddilarning ma'lum qilishicha, eski sinagoga binosi avariya holatida bo'lgan. Ya'ni u odamlar hayoti uchun xavf tug'dirgani sababli buzilgan va o'rnida yangisi barpo etilmoqda. Samarqanddagi bu sinagoga binosi ko'p asrli tarixga ega bo'lgan yodgorlik hisoblanmaydi. Uning rekonstruksiyasi uchun barcha zaruriy hujjatlar mavjud ekani, yangi barpo etilayotgan sinagogada muzey, yahudiylikda diniy poklanish uchun mo'ljallangan maxsus suv havzasi, shuningdek o'quv xonalari bo'ladi. Binoni kelgusi yilda foydalanishga topshirish rejalashtirilmoqda. Sinagoganing qurilishini boshlab beruvchi norasmiy marosimga kelgan mutasaddilar qo'llarini duoga ochib, eshitilishi g'alati tuyulsa-da, qurilajak yahudiylar ibodatxonasining butun xalqimizga xizmat qilishini tilab, oq fotihalarini berdilar. Mana bugun Buxoriy yahudiy do'stlarimiz, hamshaharlarimiz g'ayrat bilan yangi endi masjid, sinagog qurilishini boshlayaptilar. Mana shu qurilish yaxshi bo'lsin, butun xalqimizga xizmat qilsin. Mana O'zbekiston va Buxoriy yahudiy do'stligi abadiy bo'lsin. Bu do'stlarimizga sog'lik, salomatlik. Hafta avvalida Pokiston hamda Afg'oniston harbiylari o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. Pokiston armiyasi Qobulda Tahriki Tolibon Pokiston yetakchisi Nurvali Vahsud joylashgan mashinani nishonga olgan hujumlari ortidan Afg'oniston Islom Amirligi bu hamlani mamlakat hududiy yaxlitligini buzish deya baholab, javob hujumlarini amalga oshirdi. 9-oktyabr kuni Qobul va mamlakat janubiy-sharqiy viloyatlarida sodir bo'lgan qator portlashlardan so'ng afg'on harbiylari Pokiston Afg'onistonning hududiy yaxlitligini buzganini da'vo qildi. Bunga javoban Islomobod havo hujumlariga aloqadorligini rad etdi. Ammo Qobuldan Pokiston Tolibon jangchilariga boshpana berishni to'xtatishni talab qildi. Pokiston 2021-yildan buyon yuzlab harbiylarining o'limiga aynan shu tashkilot a'zolari mas'ul ekanini da'vo qilmoqda. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Islomobod harbiy zarbalarida Pokiston Tolibon harakati yetakchisi Nurvali Mahsud nishonga olingan. 11-oktyabr oqshomida afg'on kuchlari bir qancha chegara hududlariga o't ochdi. Pokiston bunga javoban og'ir artilleriya, zirhli texnika va dron hujumlari bilan javob qaytargan. Har ikki tomon o'rtasida hujumlar 15-oktyabr kuni ham davom ettirildi. Pokiston Afg'oniston pozitsiyalariga jumladan Spinbaldak hamda poytaxt Qobulga zarba berdi. O'z navbatida amirlik askarlari ham chegara punktlaridagi bir necha pozitsiyalarni nishonga olgan. Afg'oniston tomonidan xabar berilishicha, janglarda 58 Pokiston askari va 20 ga yaqin afg'on halok bo'lgan. Qobul bir qancha chegara postlari va qurol-yarog'larni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan. Yo'qotishlar har ikki tomonda ham bor. Ayniqsa Afg'oniston tomonida halok bo'lganlarning asosiy qismi tinch aholi vakillari ekanligi aytilmoqda. 16-oktyabr kuni Pokiston hukumati Afg'oniston Islomiy Amirligi ma'muriyati bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga kelishib oldi. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, Pokiston ham Afg'oniston ham ushbu murakkab ammo hal etilishi mumkin bo'lgan muammoga ijobiy yechim topish uchun muloqot orqali samimiy sa'y-harakatlarni amalga oshiradi.
Ikki davlat o'rtasidagi muzokaralar Qatar poytaxti Dohada bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi mojarolarning yanada kuchayishi ularning umumiy chegarasida uzoq davom etadigan beqarorlikka olib kelishi mumkin. Kuchli jangovar harakatlar qochqinlarning yangi oqimini, qurol va giyohvand moddalar kontrabandasining kuchayishini va gumanitar vaziyatning yomonlashishini keltirib chiqarishi mumkin. Bunday vaziyat mintaqaviy kuchlar Eron, Xitoy va Fors ko'rfazi davlatlarini ziddiyat savdo yo'llarini buzayotgani sababli yanada keskinlashuvning oldini olish yo'llarini izlashga majbur qilishi mumkin. Agar mojaro cho'zilsa, Pokiston ikki jabhada Afg'oniston va Hindistondan keladigan xavfsizlikka tahdidlardan saqlanishga majbur bo'ladi. Bu esa uning iqtisodiy ahvolini yomonlashtirishi mumkin. Agar mojarolar uzoq muddatga cho'ziladigan bo'lsa, har ikki tomon uchinchi davlatlar yoki xalqaro tashkilotlardan vositachilik izlashga majbur bo'ladi. Sharman-Sheyxdagi tinchlik sammitida Trampga uzoq umr tilab, uning haqqiga duo qilgan Shahboz Sharif bu borada AQShdan umidvor ekanligiga shubha yo'q. Afg'oniston Islom Amirligini esa qo'shnilari Hindiston, Xitoy va hozircha ularni mustaqil davlat sifatida tan olgan yagona davlat Rossiya qo'llab-quvvatlashi mumkin. Suriyada Asad rejimi tugatilgach, mamlakat bo'ylab qotil rejim jinoyatlarini fosh qiluvchi yangi ommaviy qabrlar topilmoqda. Navbatdagi topilgan ommaviy qabr boshqalaridan ko'lami jihatidan tubdan farq qiladi. Ushbu joyda 10 minglab odamlar dafn etilgan deb taxmin qilinadi. Asad rejimining qirg'inlarini yashirish uchun Suriyaning eng katta ommaviy qabrlaridan birini yashirincha boshqa joyga ko'chirgani ma'lum bo'ldi. Ya'ni Damashq shimoli-sharqidagi Qutayfa shahrida joylashgan ommaviy qabr Dumayr aholi punkti tashqarisidagi cho'l hududiga ko'chirilgan. Jasadlarni Qutayfa shahridan o'nlab kilometr uzoqlikdagi boshqa maxfiy joyga ko'chirish operatsiyasi yerdan olib tashlash operatsiyasi deb nomlanib, 2019-yildan 2021-yilgacha davom etgan. Guvohlarning guvohlik berishicha, operatsiyadan ko'zlangan maqsad Asad rejimining jinoyatlarini yashirish va uning obro'sini tiklashga yordam berish bo'lgan. Dumayr cho'lidagi ommaviy qabr 2 kilometrgacha cho'zilgani va kamida 34 ta xandaqdan iborat ekanligi ma'lum qilingan. Bu ommaviy qabr Suriya urushi paytida yaratilgan eng katta qabrlardan biridir. Ma'lumotlarga ko'ra, bu hududda 10 minglab odamlar dafn etilgan bo'lishi mumkin. Guvohlarga ko'ra, ommaviy qabrda Asad qamoqxonalarida va harbiy gospitallarda halok bo'lgan askarlar va mahbuslarning jasadlari bor. 2014-yilda suriyalik faol mahalliy ommaviy axborot vositalarida Qutayfa suratlarini chop etib, qabr borligini oshkor qilgan edi. Operatsiyada ishtirok etgan guvohlarning so'zlariga ko'ra, tuproq va odam qoldiqlari bilan to'ldirilgan 6-8 yuk mashinasi 2019-yilning fevralidan 2021-yilning apreligacha 4 kechada deyarli har hafta Qutayfadan Dumayr cho'li hududiga borgan. Reuters bilan suhbatlashgan Respublika gvardiyasining sobiq zobitining aytishicha, minglab jasadlarni ko'chirish g'oyasi 2018-yil oxirida paydo bo'lgan. Xalqaro e'tirofga qaytish umidida Asad uni sharmanda qilishi mumkin bo'lgan dalillarni yashirish uchun chora sifatida qabrlarni ko'chirishni boshlagan. Bu hafta Rossiyaga ilk rasmiy tashrifi bilan kelgan Ahmad Shara prezident Putin bilan olib borilgan muzokaralarda Bashar Asadni Suriyaga qayta topshirishni so'ragan. Biroq Putin bunga rad javobini bergan. Putin hozircha unga sodiq xizmat qilgan sobiq diktatordan voz kechmoqchi emas. Ikki davlat rahbarlari uchrashuvida muhokama qilingan yana bir muhim masala Suriyada joylashgan Rossiya harbiy bazalarining kelajagi haqida bo'ldi. Ahmad Shara Putinga Rossiya bazasini Isroil va Suriya chegarasiga joylashtirishni taklif qilgan. Bu taklif Isroilning ehtimoliy zarbalarini to'xtatishga va Rossiya bilan hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan. Suriyada Turkiya harbiy bazalarini kuchaytirish bo'yicha boshlangan ishlar Isroil tomonidan hujumga uchragach, Ahmad Shara Putinga Rossiya bazalarini mamlakatda qoldirishga qarshi emasligini, biroq ular sal nariroqqa Isroil bilan chegaralarga joylashtirish shartini ilgari surmoqda. Ko'plab siyosiy ekspertlar bu tashabbus ortida Rajab Toyyib Erdo'g'an turganiga shubha qilmayaptilar. Ularning fikricha, bu Suriya xavfsizligini ta'minlash maqsadida to'liq Turkiya tomonidan o'ylab chiqilgan rejaga o'xshab ko'rinmoqda. Yaqin Sharqda o'z ta'sirini sezilarli darajada yo'qotgan Rossiya bu taklifni qabul qiladimi yo'qmi, buni tez orada bilib olishimiz mumkin. Dunyo pasportlari reytingining yangilangan ro'yxati e'lon qilindi. Unga ko'ra AQSh pasporti
dunyoning kuchli 10 ta pasporti reytingidan chiqib ketdi. Nominal reytingda Amerika pasporti 12-o'rinni egallab, bu pozitsiyani Malayziya pasporti bilan bo'lishmoqda. Biroq aslida bir vaqtning o'zida bir necha mamlakatlar bir xil ko'rsatkichlarga ega ekanligini hisobga olsak, AQSh ushbu ro'yxatning faqat 38-qatoriga joylashdi. Ma'lumot uchun Amerika fuqarolari 180 ta davlatga vizasiz yoki viza bilan tashrif buyurishlari mumkin. Taqqoslash uchun dunyoning eng kuchli Singapur pasporti egalari 193 mamlakatga kirish imkoniyatiga ega. O'zbekiston pasporti esa vizasiz kirish mumkin bo'lgan mamlakatlar soniga asoslangan ushbu reytingda 82-o'rinni egallagan. O'zbekiston fuqarolari 61 ta mamlakatga vizasiz yoki borgan joyda viza olish orqali kirish imkoniyatiga ega. Bu hafta o'zbekistonliklar uchun vizasiz kelish mumkin bo'lgan mamlakatlar soni yana bittaga qisqardi. Ya'ni Chernogoriya hukumati O'zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qildi. Endi fuqarolarimiz bu mamlakatga kirish uchun viza olishlari shart. Taqqoslash uchun qo'shni Qozog'iston fuqarolari Chernogoriyaga 30 kungacha vizasiz kirishi mumkin. Bu shunchaki Chernogoriya qarori emas. Bu O'zbekiston tashqi siyosatiga berilgan og'riqli signal. Dunyoga ochilish o'rniga biz yana devor ortida qolyapmiz. Tashqi ishlar vazirligi esa odatdagidek sukutda. Na izoh, na tahlil, na mas'ullik. Diplomatiya bayonot emas, natijani aks ettirishi lozim. Agar fuqarolarga eshiklar yopilayotgan bo'lsa, demak kimdir o'z vazifasini yaxshi bajara olmayapti. Tojikistonlik musulmon soqoli tufayli hibsga olindi. Qamoqxonadagi qiynoqlar natijasida bir necha kun o'tib uning jasadi yaqinlariga qaytarilgan. Germaniyadan qaytayotgan 29 yoshli tojikistonlik Saidazam Rahmonov 6-oktyabr kuni Dushanbe aeroportida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi va shundan so'ng hibsda vafot etdi. Rahmonov 2018-yildan beri Germaniyaning Frankfurt shahrida istiqomat qilgan va 2022-yilda boshpana so'rab rasmiy ariza bergan. Keyinroq Germaniya fuqarosiga uylangan. Oilani birlashtirish vizasini olish uchun u Tojikistonga qaytishga majbur bo'lgan va Germaniyaning Dushanbedagi elchixonasiga hujjatlarini topshirgan. 6-oktyabr kuni Rahmonov Dushanbe aeroportida Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. U do'stining to'yiga Moskvaga uchmoqchi bo'lgan. Yaqinlarining so'zlariga ko'ra uni soqoli borligi uchun ekstremizmda gumon qilinib to'xtatishgan. Shu paytdan boshlab Rahmonovning qayerdaligi haqida ma'lumot berilmagan. 13-oktyabr kuni uning oilasiga u go'yoki o'z joniga qasd qilgani haqida xabar berishgan. Marhumning yaqinlariga uni odatiy tarzda dafn etishga ruxsat berilmagan. Xavfsizlik xizmatlari Rahmonovning jasadini o'zi yuvib, uni oila a'zolarini ishtirokida dafn etgan. Shunga qaramay yaqinlari uning tanasida elektroshoker izlari, tana a'zolarining ko'kargan va singan joylarini ko'rishgan. Yaqinlaridan biri jasadni videoga olishga uringanda, huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar bunga yo'l qo'ymagan. Dafn marosimi hukumatning qattiq nazorati ostida o'tkazilib, jasadni to'liq tekshirishga to'sqinlik qilingan. Yaqinlarining so'zlariga ko'ra Rahmonov soqoli va ekstremizmda gumonlangani uchun hibsga olingan. Uning rafiqasi Germaniyaning Dushanbedagi konsulligidan tergov o'tkazishni talab qilmoqda. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston singari Tojikistonda ham soqol qo'ygan erkaklar hamda niqob taqqan ayollar doimiy ta'ziqlarga uchrab kelmoqda. O'zbekistonda maktab o'quvchilari o'rtasidagi fan olimpiadasi savollari olimpiadadan oldin sotuvga chiqib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda matematika fanidan asosiy olimpiadaning tuman shahar bosqichi savollari respublika bo'ylab oldindan tarqatilgani ma'lum bo'ldi. Hurmatli fan olimpiada markazi, olimpiada o'tkaza olmasanglar, shaffoflik ta'minlanolmasanglar, iltimos qaytib olimpiada o'tkazmanglar. Savollar ertalab tarqab bo'lgan ekan. Mana matematika 10-sinf 15-58 e'lon qilyapsizlar savollarni. Mana hozir ochib qaraymiz savollarga. Mana savollar. Mana. Xuddi shu savollar ertalab tarqagan. Mana hozir isbotlab beraman buni. Soat 11:14 da bizni gruppaga yetib kelyapti. Shuni kaltini qilaylik. Gruppaga chiqibdi 10-sinf ekan degan mana. Lekin 10-sinflar endi kiradi, hayronman deyapti. Lekin savollarga qarasanglar, soat 7:00 da skrinshot qilingan mana. 7:00 da xuddi o'sha 10-sinflarni savollari o'sha kimlarnidir qo'liga yetib borib, skrinshot qilib tarqatilgan. Keyin ustozlar gruppasiga yozganman. Assalomu alaykum ustozlar. Olimpiada savollar tarqab ketibdi. Nima qilsa bo'ladi? Qayerga murojaat qilsa bo'ladi? Mana javoblarni o'zlaringiz o'qib ko'ringlar. Mana bu yerda ustoz yozyapti, ertalab 8 mingdan sotilgan ekan savollar.
Endi 200 mingga tushibdi. Keyingi ustoz olimpiada har doim shunday bo'ladi. Mana men so'raganman keyin, kimlar tarqatgan javoblarni, yozgan, tuzganlar tarqatgan. Boshqa ustozimiz yozyapti. Shuning uchun ham 2 yil bo'ldi o'quvchi tayyorlamayman deb. Yana iqtidorlar maktabi Telegram kanaliga ham maqola e'lon qilingan. Mana 200 mingdan sotilgan javoblar. Shuni tushuntirib bera oladigan odam bormi? O'quvchilarda ta'limga nisbatan, mana bu olimpiadaga nisbatan ishonch yo'qolmaydimi? Agar mard bo'lsanglar tan olinglarda shu olimpiada natijalarini bekor qilib boshqa olimpiada o'tkazinglar. Agar qo'llaringizdan kelmasa, iltimos bizlarni ham o'quvchilarni ham ovora qilmanglar, o'sha tanishi, bilishi, puli borlarga o'rinlarni berib qo'yaveringlar. Bu videoni maksimal tarqatishga yordam qilinglar, hamma ko'rib qo'ysin. Mana ta'lim qanaqa ahvoldaligini, ta'lim kimlarning qo'lidaligini, o'sha 200 mingga zor odamlarning qo'lida qolgan ta'lim. Hozirda holat bo'yicha tegishli o'rganish ishlari olib borilmoqda. Savollar fan olimpiadalari markazi tomonidan tuzilib, hududiy boshqarmalarda markazlashgan holda chop etilgan. Tekshiruvlarga ko'ra ayrim mas'ullar o'z vazifalariga mas'uliyatsizlik bilan yondashgani va jarayonda adolatni ta'minlamagani sababli materiallar tarqalgan. Shu munosabat bilan matematika fanidan asosiy olimpiadaning tuman shahar bosqichi 9-11 sinflar kesimida qayta o'tkaziladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, holat sababchi shaxslar aniqlanmoqda va ular qonunchilik doirasida javobgarlikka tortiladi. Bu dasturimizdan o'rin egallagan so'nggi lavha edi. Jahon va mamlakatimizda sodir bo'layotgan muhim voqea va hodisalarning rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.